Do'stlar, Yangi Hayotga kelganmiz. Yangi Hayot emas, 8-kvartal. 3-bekat metroga juda ham yaqin hududda joylashgan zo'r xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Uyimiz 7 qavatli, g'ishtli, yangi qurilgan binoni 1-qavatda joylashgan 2 xona. Shinamgina xonadon, uyini o'zini shaxsiy parkovkasi, bolalar o'ynash maydonchasiga ega. Videoda o'tkazib yormang, narxini oxirida aytamiz. Uyni ochiq ko'rsatamiz. Kirganimizda shunaqangi keng, chiroyli hol bizni kutib oladi. Chap qo'lda o'zini oynaga, garderobi kiyim ilish uchun bor. Ro'parada, ya'ni chap qo'limizda bizning hojatxona, umumiy sanuzelimiz joylashgan. Ko'rib turganingizdek, oshxona qismiga o'tsa bo'ladi. Xo'p, mebel texnikalarimiz, mikrovolnovka, pech, xolodilnik, bunaqangi sterilni mashinalari ham bor. Hamma yoq qoldiriladi. O'zini dufkontor, umumiy sentralniy emas, ya'ni o'zini shaxsiy dufkontor qo'yib qo'yilgan isitish tizimi. Uyda ko'rib turganingizdek, dizayni ham o'zgacha bir ko'zga yoqimli ranglardan foydalanib, chiroyli bunaqangi chiroqlar qo'yib qo'yilgan. Keyingi xona, ya'ni kattalar uchun yotoqxona, yumshoq mebel, o'zini shunaqangi chiroyli mebel yasatib qo'yilgan. Garderob qismi, shkafi, tashqariga qaragan oynalari ham bor. Oyoqtaylari to'liq parket pol qilingan. So'nggi xona, ya'ni keyingina zal qismi. Ko'rib turganingizdek, shunaqangi shinam qilib qilingan remontli uyimiz, xonadonimiz. Uyimiz jihozlari faqatgina stol hamda televizor olib ketiladi. Uydagilar tomonidan aytilyapti. Qolgan mebel, texnika, konditsioner, hamma jihozlar 100% qoldiriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 65.500 yana kelishiladigan joyi ham bor, deyapti uydagilar. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, shu videoga like bosib, yaqinlaringga jo'natib qo'yinglar.